Yoshlar tabriklagani Akmaljon ukamiz tashrif buyuribdi. Hali bu xonadonlarga ko'p san'atkorlar keladi. Xudo xolasa to'ylarimiz chiroyli davom etadi. Bitta qarsa band kelgan Akmaljon ukamiz taklif etamiz. Shularni chiroyli san'atlardan bahramand bo'lib davramiz davom etar ekan. Mana hozir keyin qo'shiqlar bo'laveradi. Shatdaman akajon xizmatda. Sog' bo'linglar, o'tiringlar. Rahmat. Marhamat yangi qo'shiqlarimizdan. Aciz ko'nglim tashlab ketdi bugun meni barcha do'stim. Alloh yana dalda bergi yuragimga, yana qaytib keldim san'at olamiga. Hech kim yo'q, bir kimsani yig'lab yotdim. Farzandlarim taqdirini o'ylab botdim. Ayolimning sodiqligin bilib yotdim. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Sog' bo'linglar, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Esdi doim yomon so'zning sog'i, har ko'nglim shirin so'zning xori. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Kuz kelganda yuraklarim shu'urlaydi. Alamdan to'y hozir jaranglaydi. Yuragimni san'at ishqi yaralaydi. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Eshik qoqib kelmay qo'ydi bugun do'stlar. Omadimga oshiq ekan soxta do'stlar. Iskandariy shoir bugun darding yozdim. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Bulbul edim, yaralandi ojiz ko'nglim. Tashlab ketdi bugun meni barcha do'stim. Alloh yana dalda berdi yuragimga. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Shu yoshimda ko'rdim necha odamlar, yaxshidan ko'p xulqi yomon odamlar. Do'st degani nomard chiqqan zamonlar. Alloh sendan boshqa mehribon yo'q. Alloh bu qo'shiqni ma'nosiga hayotlaringni o'xshatmasin. Hamisha baxtli bo'lar ekan. Baxtli saodatli bo'lar. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shunda Ilhomjon do'stimiz Oq ro'mol degan qo'shiqni so'rashyapti ukajon. Shu qo'shiqni aytib beramiz. Oq ro'molni marhamat.